Hoji aka, yomon pismiqsiz, soddani yoqib yurgan bilan. Nimaga qiziqishingizni yaxshi bilaman-u. Ikkita narsaga qiziqasiz. Birinchisi, mana shunaqa yaxshi kiyimlarga. Ikkinchisi, Mersga. Jigar, bunaqa narx menimcha hech qayerda yo'q-ku. Mashhur turgan hamma kiyimlar почти 100 mingdan 150 minggacha ekan. Voy eshak! Vaqtida 300 mingdan sotilgan ko'jalar ham hozir ketkada 150 ming ekan. Dostonboy jigar. Mana shu trenddagi vitrovkalar ham atigi 150 ming ekan. Buni har xil ranglarda olib kelib qo'yishgan ekan. Bitta bosib olasizmi jigar? Oyoq kiyimlarga ham katta skidga qo'yishibdi. Misol uchun vaqtida 300 ming, 400 mingdan sotilgan mana shunaqa oyoq kiyimlar ham hozir 150 ming ekan. Arzonligi sifatsiz ekan deb o'ylamang. Просто xalq maza qilsin. Mana shu dvoykalar ham atigi 150 ming ekan. Mana shunaqa narxi arzon, lekin sifatli kiyim qidirib yurgan tanishlaringizga mana shu videoni jo'natib qo'ying. Mana shu shimlar ham 100 ming, 150 mingmi? Voy, nima qilib tashlashyapti bular? Narxi rostdan o'ylantirib qo'yaptimi? Rostdan arzon ekan. Mana shu amerikankalar, mana bu polzamoglar ham 100 ming ekan. Mana shu krossovkalar ham atigi 100 ming ekan. Bu skidga Lyon brendi hamma filialligida amal qilar ekan. Srochniy kelsangiz sizga ham yetadi. O'tirmasdan kiyimlarni bosib oling jigar.